Shunaqa insonlar bor, shunchaki bir-ikki og'iz gaplashib, ozgina yaqin bo'lishing bilan boshingga g'alva orttiradi. Yo gapirmagan gapingni gapirdi deydi, yoki oddiy bergan savollaring noto'g'ri tarqatib tashlaydi. Bunaqa insonlar haqiqiy qora qozon. Ozgina yaqin bordingmi, birpasda qorasiga quradi. Bunaqa insonlarga qo'shni bo'lsang ham tamomsan. Qo'shni bo'ldingmi, holi joningga qo'ymaydi. Ayniqsa yon qo'shni bo'lib qolsang. Bunaqa insonlarga-ku qarindosh bo'lib qolsang, shu uzoqdan masofadan qorasini yuqtiraveradi. Bunaqa insonlarga kelin bo'lib qolsang-chi, yaqin qarindosh bo'lib qolsang-chi, boshingga g'alvadan chiqmaydi-da. Xullas, ular tinch yura olmaydi. Psixolog sifatida aslida men insonlarni ajratmasligim, yaxshi tomonini ko'rsatib bera olishim kerak. Lekin afsuski bunday insonlar bor va Xudoyim o'zi bas kelmaydi.